Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar, aziz obunachilar. 2026-yil 30-iyul. Azizlar, bugun ilk marotaba hech kelmagan ekanmiz. Toshkent viloyatini eng chekka tumanlaridan biri Angren tumaniga tashrif buyurdik. Dehqon akamiz Davron aka, assalomu alaykum aka. Salomatmisiz aka? Salomatmisiz, charchamasdan. Boringizga shukr, mana shunaqa urug'larni uzoqdan olib kelib xalqqa tavsiya qilib berayotganingizga shukr aka. Rahmat. Boringizga shukr aka. Rahmat. Akalarim bilan bu yil ikkinchi yilga ishlayapmiz ekan. Bundan oldin o'zi piyozchi bo'lgan akalar bu atrofda piyoz ekishgan. Mana 2 yilda buyog'iga bizni shu Hamkor Agrolux kompaniyamiz tomonidan O'zbekistonga olib kirilayotgan Bursa-Tuxum kompaniyasini ham qizil, ham pushti pomidorlardan beryapmiz har yili. Xudo xolasa natijalari bu regionlarga nisbatan yaxshi. Bular hali professional emas, oddiy, aka. Bizda hali juda bir haligi soqoqliklarga o'xshab mana unaqa ishlovini ham endi qilyapmiz, endi qo'ldan kelgancha o'rgandik, xudo xolasa. Zo'r endi. Biz o'zimiz uchun zo'r. Xudoga shukr qilamiz. Chiroyli. Mana bozorga kirmasdan mana o'chirt mana shu yerda o'zidan olib ketyapti. Olib ketmaganini o'zimiz olib borib beryapmiz. Atroflarni ham ko'rsatib qo'y mana. Mana atrofimiz. O, pastda o'sha Andijon Toshkent yo'lida, pastda 5 kilometr pastda. Bu yog'i tepalik. Qizilolma tog', shaxta bu yog'i. Polnisda tog' bu yog'i. Qizilolma, shaxta bu yog'i mana tevaliklar. Общий necha gektar aka? Aka 1 gektar 40 sotik ekkanmiz. O'tgan yili ozgina probaga bir 20 sotik ekdik. Ekalasidan ham mana shu Pembula Bursa-Tuxumdan, anargi Qizildan 1707 dan ekkanmiz. Mana bu yil xudo xolasa 70 sotik Qizildan Rozoviydan aralashtirib ekdik. Baraka topdik. Mana xudo xolasa 4-terimiga boshladik. Mana 4-terimini teryapti. Mana xudo xolasa. Mana shu holat. Mana holat aka. Uni hamma joyini mana bir xil ochib ko'raverasiz aka mana. Mana bundoq yaqinroq. Hamma mevasini tagiga yashirar ekan bu jonivor mana. Mana mevalari hammasi tagiga yashirar ekan. Mana mevalari. Bir soqoqliklarda ko'rib havas qilgan edik. Mana bizda ham chiqar ekan mana shu narsalar aka. Bunda o'tsa manaqa bandi bilan chiqaveradi. Bandi bilan chiqadi mana. Terishga ham osonda. Terishga ham oson. Yopib qo'yaveramiz. Xo'p, endi ozgina Davron aka, videomiz manfaatli bo'lib qolsin-da. Xo'p, siz uslubingiz, sizni qilgan ishlaringiz. Ozgina agrotexnikasi haqida gaplashamiz. Bizi agrotexnikamiz sizga aytsam, aliginaqa dorivorlardan umuman foydalanmadik desak ham bo'ladi. Bizda mana yerda o'zimizda yerda ferma bor, mol go'ngidan, chiriganidan solganmiz. Har bir agatga mana shu o'zimiz mashinalarda anaqasidan solib turib, o'zimiz tabiiy naqalardan solib turib, narigi amofoslardan ham berdik. Juda unchalik pastdagi dalalarga qaraganda ko'p bermadik-da. Hozirroq berdik. No, asosiy o'zimizni chirigan go'ng, molli go'ng, qo'ydi go'ngidan ko'proq foydalandik. Nechinchisiga ekkansizlar sizlar? Biz buni 18-aprelda ekdik. Mana shu ko'rib turganingiz 18-aprelda ekkanmiz. Nari yoqda o martda ekkan poliyamiz bor. Narigi tomonda u uji mana oxirgi terimlar. Yana bir marta tersak uji tugaydi xudo xolasa. Nechta terim bo'ldi? Yo'q, u yog'i sanoqdan ham chiqib ketdi. Esdan ham chiqdi. To'g'risi, mana bu esimda mana 4-terim. Narigi qizillarni 3-terimini uzdik. Bular mana 4-terim. 4-terimga kelyapti ekan, qiziq bo'ladigan bo'lsa azizlar. Lekin gap yo'q. Urug'qa Umid aka, men mingdan ming roziman. Baraka topdim. Siz ham mana bergan pullarimizdan baraka topib yaxshi naqalarga ishlating. Biz baraka topdik. Mana o'zimizni bozorda xudo xolasa qo'liga tegmay har kuni telefon bozorda o'tirish sotish yo'q. Hozir yo'ldan meni olib kelyapti-da, akam aytayapti. Hech manaqa beryapmiz deydi, manaqa yaxshisini xalqimizga, bozorlarga sotishga taqdim qilyapmiz. Mundorog'ini sotmayapmiz, uni hammasini kesib, mana qoqib qo'yishyapti. O, ko'rsatib qo'y. Isrof bo'lmayapti ekan, bozorga eng sifatlilari chiqyapti ekan. Bu yo'q, qoqda ham mana bunaqamiz chiqdi aka. Qoqiga ham xaridorimiz chiqdi, o'sha
zakaz ana shu qoqi bo'lyapti. Mana shu уже qurgani piyoz setkalariga solinib, pushti pomidor, rozoviy pomidor, bu ochiq dala maydon uchun mo'ljallangan kaltapalak pomidorlarimizdan, yer tanlamaydigan injiqmas pomidorlarimizdan azizlar. Mana bular ham piyozchi bo'lishgan. 2 yil o'tgan yil ozgina sinovga ekib ko'rishdi, mana bu yil kengaytirishdi. Keyingi yil bundan ham Xudo xolasa nasib. Mana bu yoqda bo'sh yerlarimiz bor. Mana shu bo'sh yerda hammasini to'ldiramiz xudo xolasa. Nima kasalliklar tushib qiynaydi ekan bu pomidorga? Bu pomidorni kasalligi qiynamadi. To'g'risini aytsam, hamma narsasini oldin olib berib turdik. Mana vitaminini vaqtida berdik. Mana 4-terimga palak kasallik to'g'risida gaplashsak, kasalligini sezmadim to'g'risi. Umuman dori sepmadingizmi? Yo'q. Sizga qanday tushuntirsam bo'ladi? Hozir kasalligini oldin olishga bir redamin ozgina oldin oladiganini bir sepdik. Hatta qolganiga vitamin ustidan. Vitamin. Vitamin o'sha fitoftoroz kasalliklariga, kasalliklariga. Qurtiga berdik 2 marta. Yaxshi mana qurt umuman yo'q. 2 marta qurtiga nima degan dori berdingiz? Karagen berdik. Karagen eng yaxshilaridan Sengen firmasiniki 2 marotaba berilgan. Karagen. Qaysi paytda? Gullagan paytdami yo hamaylagan paytdami? Gullagan paytda bir marta berdik, keyin shu hamaylagan paytda. Birinchi gullagan paytda bir marta, keyin hamay katta bo'lganda yana bir marta ikkinchisini berdik. To'g'ri qaror. Kapilniy sistemadan-chi? Kapilniy sistemadan o'sha kaliy anaqa narsalarini hammasini o'sha mana bitta ko'rinib turadi, o'sha tepadan keladi, balanddan keladi. Kalsiy. O'sha balanddan keladi. Bochkamiz bor tepada. O'sha yerga o'shadan aralashtirib hammasiga haydaymiz mana kapilniydan. Kapilniydan endi manaqa narsada arig'idan berishmagan, tuproqdan berishmagan-ku, hozir endi o'zingiz gapingizga o'zingiz anaqa teskari bo'lib qoladi-da. Kam oziqa berdim deyapsiz-ku. Kapilniydan chem arig'iga sochib bergandan 10 barobar kam ketadi-da azizlar. Misol uchun 1 tonnasiga necha kilo berasiz kalsiy? Necha tonnali suv? 18 tonnali. 18 bochka. tonnali. Bu yerda tinmaydi. Bu yoqdan tushadi, bu yoqdan rasxod bo'ladi. Aralashtirib qancha ozgina ketadi o'shanga? tomchilatib qo'yamiz-da. O'shanga hisobini qilmaymiz, ana shu 10 kilo 15 kilo solamiz-da. 10 kilo 15 kiloda, ya'ni 500 kilo 400 kilo emas azizlar. 10 kilo 15 kilo. 10 kilo 15 kilo xolos. 15 kilo solamiz. Shuni haligi tushunmovchilik bo'lmasin demoqchiman. Mana shu pamida. Endi ushlab turing. Mana kelib o'lim, maylarni ham ko'rsatib qo'yaylik. Mana bu yoqlari, mana hosillari 4-terimga olmay turasak. Mana bu yoqlari ham. Mana hosillar. Endi bular ja unaqa professional emas, mana o'limki. Mana bu yoqlarni ham ko'rsatib qo'yaylik. Mana tagi to'la, xudo xolasa. Hosil. Bizga Umid aka xalaqit bermadik, o'zi xohlagan joyiga yotsin dedik. Yana bitta narsa bo'lgan. Boy aytdi-da akam. Umidjon dedi, pomidorni o'zini holiga qo'yib qo'ydik. Umuman anaqa qilmadik. Tarashmabdi ham. Taramadik. Mana pomidor ko'ringlar-da, hammasi manaqa. Taramadik. Pomidor xohlagan tarafga yiqilganmi, o'sha tarafga qarab ketaverganda. O'sha tomonni anaqa bilan professionallik qilib qarashmagan. Bor holati mana shu. Lekin kunda qancha terib turibsiz? Chiqib turibdi. Kunda 2 tonna 300, 2,5 tonna mana shu holat. Necha kundan bag'iga? 1-chi aytdim, martda ekkanimizni. Ertaki martda ekkanimizni 5-da terishni boshladik. Mana 25 kun bo'ldi, 26 kun bo'ldi. Bugun 31mi? 26 kun bo'ldi. Hozir endi bir marta tozalasak tugaydi yana. Bir marta tozalasak tugaydi. Mana bu yog'i уже ketdi-da, xudo xolasa. Har kuni bor. 2 tonna, 2,5 tonnadan chiqib turibdi. Xo'p. Boshlanishi u yoqlar unaqa 2 tonnadan chiqmadi. Ular 1 tonna, 1,5 tonna ertakilar. Mana hozir bular yoniga qo'shilib ketdi, yordam bo'lib. Уже bu yog'i gaz ko'payib ketdi. Narxlarimiz necha pul hozir? Narxlarimiz aka juda ham yaxshi. O'tgan yilga qaraganda yaxshi. Mana hozir 7,5 holatiga qarab 7,5 ming, 8 ming. Mana shu yerda o'zimizdan olib ketyapti mana shu. Bu pushtini. Qizildi? Qizildi 5,5 ming, 6 ming, 5 ming holatiga qarab, chiqishiga qarab.
bozorda o'rganasizlar, azizlar, o'zinglar bozoringlarda o'rganinglar. Mana shu pomidorga talab bormi? Bozor oladigan holatdami? Shu qizildan 2 baravar ekanda, hop 1,5 baravar ekan mana shu yerda. Narxi qimmatroq ekanda. To'g'rimi? Biz o'zimizda Bozoringlar o'rganinglar, ekib ko'ringlar. Qizil ekayotgan pomidoringlardan biroz narxi balandroq yuradi. Nimaga? Bunda manaqa narsada bismillah. Buni mazasi borda. Bu suvli bo'ladi. Mazasi boshqacha buni. Suvli, achchiq qilganda ham o'sha kosangizni yarmi suv bilan to'ladi, quruq bo'lib qolmaydi. O'shana hisobiga. Sizlar Davron aka sog' bo'ling, dehqonchilikka Alloh baraka bersin. Rahmat. Baraka toping umringizda. Bergan urug'imizdan rozimisiz? Biz 2000 martalab rozimiz aka. Xudo xolasa bu yil kengaytiramiz yana birinchilardan olasiz xudo xolasa urug'larni. Mana shu ikkalasidan boshqasini ekmaymiz. O'sha 1707 mana shu pem bo'ladi. Xudo xolasa bizga. Tavsiya qilib qolamiz azizlar. Inshaalloh hammalarimizga mana shunaqa dehqonchiliklar nasib qilsin. Kimga mana shunaqa yoki shunga o'xshagan bizning kompaniyamizda, Hamkor Agrolux firmamizda 20 ga yaqin ham ochiq dala, ham yopiq dala maydonlari uchun mo'ljallangan ham ro'ziy, ham qizil navlarimiz bor. 20 ga yaqin. Inshaalloh regioningizga qarab qo'ldan kelgancha urug' tanlab beramiz. Ekranda nomerim bo'ladi. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.